qaysi bir ota-ona o'z farzandini kuydirib qo'ysa, o'sha ota-onani o'sha farzandda haqqi qolmabdi degan gap yuradi. Bu to'g'rimi? Noto'g'ri. Bunaqa gap yo'q. Hech qachon ota-onaning haqqi farzanddan ketib qolmaydi. Balkim farzand ota-onasining haqqini o'lgungacha ado ham qila olmaydi. Hech qaysi bir ota-ona o'zini farzandini kuyib qolishini xohlamasa kerak, to'g'rimi? Hurmatli ota-onalar, bo'lbam onalar, bu gap yolg'on, ishonmanglar. Qul la yusibana illa ma kataballohu lana. Ayting ey Muhammad alayhisalom, bizga Alloh yozgandan boshqa narsa yetmaydi deb ayting. Endi xo'p, shunday bo'lish kerak ekan. Beparvolikman bo'pti yoki bir sinov, musibat o'laroq bo'pti. Lekin farzandi kuyib qolsa bo'ldi, endi meni bolamda haqqim qolmadi deb ba'zi bir ota-onalar xafa bo'lib, onalar-ku yig'lab yurar ekan. Jaholatni innama shifaul ayyi as-sualu. Ilmsizlikni, bilimsizlikni davosi bu savol bo'ladi. Shifosi, davosi savol bo'ladi. So'raylar azizlar, ahli ilmlardan, ustozlardan, ustozlarimizdan so'raylar. Bunaqa gaplar yolg'ondan boshqa narsa emas. Kitob o'qiylik. Demak, farzandlarimiz mabodo kuyib qolsa, bizni ota-onalik haqqimiz ketib qolmaydi. Avvalambor kuymasin. Alloh ularni o'z panohida asrasin.